Shinam va shu bilan birga zamonaviy stilda ta'mir topgan kvartira izlagan auditoriyam uchun ushbu obzorimiz. Baku turar joy majmuasidan 2 xonali kvartiramiz sotiladi va ushbu obzorni birgalikda ko'rib chiqishni sizni taklif qilaman. Bu bizning yotoqxona bo'lib, u barcha mebel va texnika bilan ta'minlangan. Ko'rib turganingizdek, neoklassik uslubida bezak olgan ushbu yotoqxonamiz sifatli mebellar bilan to'ldirib qo'yilgan. Bu yerda hattoki juda ham kerak bo'lgan dazmol doskalari ham mavjud. Xo'sh, yotoqxonamizdan biz koridor bo'ylab umumiy sanuzelga chiqamiz. Ushbu xonadonimizda barcha kvadrat metrlar unumli ishlatilgan. Har bir burchakda mana shunaqa vстроенный qurilgan mebellarni ko'rishingiz mumkin. Darvoqe texnikalarimiz barchasi Hoffman firmasidan. Yorug' va shinam oshxonamizga chiqamiz. Ushbu xonamizda ham barcha texnika Hoffman firmasidan bo'lib, bu oshxonamiz derazalari ichkari tomonga qaragan. Oshxonamizda shuningdek, yaqinroq olishingizni so'rayman, bizda 2 konturlik kotel ham mavjud. Bu avtonomli kotel bizga nima beradi? Issiq pol va uydagi barcha tizimlarni o'zingiz nazorat qilib, yoqib o'chirishingiz huquqiga egasiz. Xo'sh, oshxonamizda shinam qilib hamma yog'ida shunaqa qurilgan mebellar. Bu juda ham oson va bekalar va uy yashovchilar uchun ularni ham olishingiz mumkin. Bu qo'shimcha qulaylik. Oshxonamizdan biz go'zal panorama derazalari bilan ko'chamizga qaragan balkonimizga chiqamiz va balkonimiz bilan qo'shilgan shunaqa studio mehmonxona. Bu juda ham aqlli yechim deb o'ylayman, chunki oshxonadan mehmonxona kirish bir bo'lgani juda ham to'g'ri. Mehmonlar kelganda oziq-ovqat, nima deydi, yana mehmonlar uchun tanovvurlarni hammasini osonlikcha mehmonlarga tortishingiz uchun. Dizayn va bezaklarga alohida e'tibor berishingizni xohlardim, chunki neoklassik uslubida ta'mir topgan bu xonadonimiz mana shunaqa milliy elementlar bilan ham boyitilgan. Har bir xonamizda konditsioner. Ushbu xonadon egasi bu xonadonni aynan o'zi uchun ta'mir qilib, o'zi uchun yashashga mo'ljallab qurgan. Shuning uchun xonadonning har bir burchagida sifatga bo'lgan e'tiborni siz alohida sezasiz. Xo'sh, bizni har doim kutib oluvchi shinam koridorimiz va bu koridorimizni ham hamma yog'ida qulay qilib встроенный mebellar qilib qo'yishgan, shkaflar. Bu yerda juda ham ko'p joy oyoq kiyimlar uchun, ustki kiyimlar uchun va e'tiboringizni mana bu oynalarga qaratishingizni xohlardim. Bu oynalarni vazifasi bizni joyimizga qo'shimcha joy qo'shib berish. Uni bizni koridorimizda yanada keng va yorug' qilib ko'rsatish. Ushbu xonadonimiz afzallik tomoni shundaki, bu yerda 100 kvadrat metrdan sal ortiqroq terrasa ham mavjud. Ushbu joyda siz do'stlaringiz bilan hordiq dam olish, maskan qilib qo'ysangiz bo'ladi.